12 talik stol ustli korishnivisimi, oqimi qaysi biri deydigan bo'lsangiz, tumanlaridanmi bor. Assalomu alaykum, hurmatli arziydimi YouTube kanalimiz obunachilari. Sizlarga hozir mana shunaqa stol ustunlarni hammasini bitta-bitta obzor qilamiz. Videoni boshidan oxirigacha bitta-bitta ko'rib, tanlaganingizni sotib olishingiz mumkin. Baquvvat narsalar, xudo xolasa hammasi. Mana buni ham bitta ko'ring, oyoqlarigacha boshqacha narsalar. Buni narxi 3.500.000 so'm. Bitta ko'rasiz. Qanchalik turibdi? Bu o'zi Xitoy narsa bo'lsa kerak. To'shni bilmayman. Biladiganlar kommentariyga yozib ketinglar. Buni oyog'iga ham bitta e'tibor qilib qo'yasizlar, xoniga. Buni qo'llariga ham. Ikkita bosh tarafida, ikki tarafida shunaqasi bor ekan, bu taraflari bir xilda. Buni narxi nechi pul aka? Bu 2,5 million so'm. O'zi qanchaga o'xshayapti? Menimcha arziydigan kommentariy yozib ketasizlar, bu birinchisi. Endi oqiga keladigan bo'lsak, orada shkafda aytib o'tib ketdi. Shkaf nechi pul aka? Shkafni 1,5 million so'mga beriladi. Arziydimi yo'q yozib ketaverasizlar. Xo'p, oq komplektimiz, oqimiz maloshniy ekan. Kimga zarur bo'ladigan bo'lsa, ustiga material topib beshikda xom taxta bo'ladigan adashmasam, yo'q bo'lmaydi ekan. Bo'lmaydi ekan. Bu nechi pul? Bunisi 3 million so'm ekan. Arziydimi yo'q, buni ham kommentariyga yozib ketaverasizlar. Yana bitta to'rtburchak fasonda bor ekan. Buni ham ustiga material topib beshikda. Bu 10 talik ekan, bu 10 talik. Buni narxi nechi pul? Bu ham 3 million so'm. Kommentariyada yozib ketinglar, bu ham arziydimi yo'q. Bu divanchi bu? $100 ga divan matrasi zo'r ekan uni. Xo'p, bu tarafda keyin tumalag'i bor ekan. Ko'rsating. Like bosinglar, do'stlar, tarqatib peshamisdan chiqmasin. Tumalag'i bor ekan. Bu 6 talik. Holatlari yaxshi, xona ham tuzuk. Bu nechi pul? 1.500.000 so'm bu mash turishi. Bunga ham aloqaga chiqaverasizlar. Nomerlari agar videoda tagida topolmaydigan bo'lsangiz, Telegram kanalda, Telegramda sotish va sotib olish desangiz chiqadi, xudo xolasa Telegramda ham. Bu divan nechi pul ekan? Chiroyli hoshiyaliklar. Bu divan ham $100 ekan. Kommentariyada yozib keting, arziydimi yo'qmi? Mana. Xo'p, mana yoqda raskladnoy divancha bor ekan, bitta. Bu spanli bo'ladi, tay sondiq. Ko'tarilib divan ham bo'lib qoladigan. Buni narxi nechi pul? Bu ham $100, kimga zarur bo'lsa. Shkafimiz-chi aka? Bu ham $100. Bu shkaf, bu trimo, divan, hammasi nechi pul bu? 2,5 million so'm. Komplekt 2,5 million so'm. Shkaf, divan, trimolar. Hammasi ketdi, ammo orada bitta trimo qolib ketdi. Bu nechi pul aka? Bu aka 300 ming qiladi. Trimo 300 ming so'm. Videoda oxirigacha ko'rganlar uchun bonus. Qarang, 300 ming so'mga arziydi, men kommentariy yozib ketasiz. Nomer Telegram kanalda bo'ladi, o'ta aloqaga chiqaverasizlar bemalol. Obuna bo'ling, like bosib, peshingizdan chiqmasin.